Qo'llarni ham tugatib oldim. Xudo xolasa endi uyga ketyapman. Ko'cha juda ham issiq. Toyga chiqib mazza qilib dam oladigan havo bo'lyapti. Bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Menga ko'p kun kelgan odam kecha ham telefon qilib so'rashgan, ko'proq virus Coxsackie haqida aytmoqchiman. Toshmalar asosan suvli holatda bo'ladi yoki bitta-ikkita o'rtada quruq toshmalar ham bo'lib qolishi mumkin. Va eng asosiy narsasi har xil mazla, gellar ishlatmanglar, chunki kuyib qolishi mumkin. Kuygandan keyin iz qolib ketadi. Shuning uchun oddiy mana qizil kastilankani oqi bor-ku, rangsiz ana o'shani ishlatsa ham bo'ladi va quruq holatda bo'lish kerak. Bolani yaralari xuddi bardoviy bo'lib, to'qlashib, to'q jigari rangi kelgandan keyingina cho'miltirsa bo'ladi va yangi toshmalar bo'lishi kerak emas. Chunki cho'miltirsa yana ko'payib